Bugun 17-avgustda boshlab olganmiz. Buni polirovkasi ketyapti. Polirovkasi bo'lyapti buni. Mana joylarni skoch qilib olinadi. Polirovka desa oqartirib tashlaysiz. Shunaqa qilib olingan. Hop, bunimizni polni balonlarni yechib, gaz balonlarini yechib, mana tozalash ishlari ketyapti. Polni hadoylari bilan tozalab, yuvib tozalab, simchotka qilib kimni bo'yab yuboriladi. Gazlarni uстановка qilib yuborishimiz kerak. Bunimiz mana o'sha aytilgandek shvellardan bo'lyapti. Bunisi ham shvellardan bo'lyapti. Polni karkasini shvellardan qilib yuboramiz. O'ziniki mana list obtajalingan. Ipqa listdan qilingan, bukilib ketgan. Ketyapti, davom etyapti. Endi bunga mana bitta yasab qo'ygan bortimizni qo'yib yuboramiz bu. Yoni ochiladigan, tepasi shtorka bo'lgan. Yoni ochiladigan mana bular olinadi. Ikkitasi. Tayyor xolos paytda. Ramalarni bo'yagandan keyin qo'yib yuboramiz. Bugungi ishlarimiz shu. Hozirgina bityapganda yana qo'yib yuboramiz. Yani jarayonlarni.